Qo'qonli akam sizga tayyor shahar markazidan o'z didingizga moslab remont qilib olsa bo'ladigan tayyor kvartira topib keldik. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'ying. Sizdan nima ketdi akam? O'rta podyezdda joylashgani bilan ham qulay. Bitta sanuzeli, bitta balkoni bor. Cho'plib qilingan. Отопление uchun ham trubalar tashlab qo'yilgan. Mebel va texnikalar kiritilmagan. Shundoq olasizda, o'z didingizga qarab bezatib olaverasiz. Kommunikatsiyalari, gaz, svet, suv, kanalizatsiya bor. Narxiga esa 59 ming dollar deyishyapti. Yana bemalol kelishsangiz bo'ladi. Bu hududning afzalliklari juda ham ko'p. Yon atrofda maktab, bog'cha, institut, davlat idoralari, supermarket va savdo markazlari, kinoteatr, restoran hamda fast food tarmoqlari bir qadamda. Xudoyorxon muzeyiga yaqinligi esa qo'shimcha tarixiy ruh bag'ishlaydi. Eng yoqimli tomoni lift bor va balkondan butun shahar manzarasini kuzatib, ko'ngil yozish mumkin. Telefon raqamlari shundoqqina ekraningizda bemalol kelishib ketaverasiz. Yaqinlaringizga ham ulashib jo'natib qo'ying. Balki aynan ularning orzu qilgan uyi shu bo'lishi mumkin.